Qurilish maydonida xavfsiz ishlashingiz uchun siz va hamkasblaringiz shaxsiy himoya vositalari bilan ta'minlangan bo'lishi lozim. Quyidagi xavfsizlik yo'riqnomalariga rioya qilish bilan siz ro'y berishi mumkin bo'lgan baxtsiz hodisalarning oldini olgan bo'lasiz. Endi keling, birgalikda xavfsiz qurilish maydonini yaratamiz. Buni esa asosiy shaxsiy himoya vositalaridan boshlaymiz. Unutmang, qurilish maydonida avvalo o'zingiz uchun mos bo'lgan maxsus kiyimlarni kiyishingiz zarur. Har bir quruvchi bajaradigan ishdan qat'iy nazar maxsus poyabzalni kiyish shart. Qurilish maydonida boshingizda kaska bo'lsin. Uning yaxshi holatda ekanligiga ishonch hosil qiling. Shaxsiy himoya vositalari eshitish, nafas olish va o'ziga mo'ljallangan himoya anjomlaridan iborat. Shaxsiy himoya vositalariga qo'shimcha ravishda ishning har bir bosqichida quyidagi xavfsizlik yo'riqnomalariga amal qilish faqat o'zingizga foyda. Shikastlangan yoki nuqsonli elektr uzatmalardan foydalanish qat'iyan man etiladi. Siz faqat qurilish maydonlariga mo'ljallangan kabel barabarli uzatmalar yoki xavfsizlik qoplamasiga ega yerga o'rnatilgan elektr qutilaridan foydalanishingiz mumkin. Elektr asbobining shikastlanmaganligi, soz holatda ekanligini tekshiring. Shuningdek, qurilmalarning barcha qismlari o'z joyida ekanligi va ularda hech qanday nuqson yo'qligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobi bilan ishlaganda xavfsiz himoya anjomidan foydalanayotganingizga ishonch hosil qilishingiz darkor. Bajarilayotgan ishda mayda zarrachalar atrofga sachraydigan bo'lsa, u holda ko'z himoya anjomini kiyishni unutmang. Baland shovqinlar eshitish qobiliyatingizni shikastlashi mumkin. Bunda eshitish protektorlaridan foydalanish zarur. Ko'chuvchi havozalardan foydalanayotganda uni yo'riqnoma asosida yig'ilganligini tekshiring. Shuningdek, havoza yerda barqaror turganiga ishonch hosil qiling. Agar uning biror qismi yetishmasa, u holda uni ishlatishdan avval mos qismlarini o'rnatish zarur. Talab qilinsa, turli xil ko'chuvchi havozalarni ishlatish mumkin, ammo ular belgilangan talablarga mos kelishi va soz holatda bo'lishi shart. Ko'z, eshitish va nafas olish himoya vositalari silliqlash, maydalash ishlari vaqtida kiyilishi lozim. Qurilish changini qisqartirish maqsadida asbobga biriktirilgan changyutgichdan foydalaning. Ish xavfsizligi uchun umumiy tozalik va tartibning ahamiyati juda katta. Yopiq hududda ishlaganda doim ko'z va nafas olish himoya vositasidan foydalanish darkor. Tozalikka befarq bo'lish qurilish maydonida kutilmagan xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirishi mumkin. Anjomlardan foydalanib bo'lgach, ularni o'zi saqlanadigan joyiga qo'ying. Ish muhitini toza saqlash va qulab ketish ro'y bermasligi uchun tuynuklarni yopib qo'ying. Kichik tuynuklar faner listi yoki fanerali qoplama joyidan siljib ketmasligi uchun uning chetlariga yog'och biriktirilgan qopqoqlar yopish mumkin. Kattaroq tuynuklar to'siqlar bilan o'ralishi kerak. Tuynuk qopqoqlar aniq belgiga ega bo'lishi lozim. Qurilish maydonidagi barcha xodimlar bu belgini aniqlay olishi kerak. Balandlikda ishlaganda himoya to'siqlari o'rnatilishi shart. To'siqlarning asosi mustahkam bo'lishi kerak. Eng yuqoriga o'rnatilgan perilla mustahkam yog'ochdan bo'lishi zarur. O'rtada joylashgan perillalar ham to'siqqa biriktirilgan bo'lsin. Pol qismini tashkil qiluvchi taxta, asboblar yoki qurilish detallari, shuningdek, chiqindilarni pastga tushib ketishining oldini oladi. Agar biror ishni bajarishda to'siqlarni olib turish talab etilsa, u holda ish tugagach to'siqlarni darhol o'z joyiga o'rnatish zarur. Muammoni payqaganingiz zahoti uni bartaraf etish natijasida siz qurilishdagi xavfsizlikni oshirishingiz va hattoki o'z hayotingiz va hamkasblaringiz hayotini ham saqlab qolishingiz mumkin. Kichik xatolar ortga qaytarilmaydigan oqibatlarga olib keladi. Qurilish maydonlarida sodir bo'lgan baxtsiz hodisalarning deyarli yarmi aynan siz tasvirda ko'rib turgan holatni aks ettiradi. Keling, ortga qaytaylik. Agar balandlikda ishlaganda himoya to'siqlari mavjud bo'lmasa, bu holda xavfsizlik kamaridan foydalanishingiz lozim. Yerga qulash holati bu jiddiy baxtsiz hodisa bo'lib, odatda o'lim bilan yakunlanadi. Agar xavfsizlik kamari kerakli mustahkam nuqtaga biriktirilmasa, undan naf bo'lmaydi. Unutmang, qurilishda xavfsizlik texnikasiga amal qilish bu avvalo sizning qat'iyatingiz va irodangizga bog'liq.